Assalomu alaykum o'quvchilar. Navbatda savdoda birinchi like podpiska bosib qo'yinglar. 06 ni danak kelgan. O'quvchilar, boshlanamiz 2000-yil. Pashti Jigullarning oxirgisidan boshlanamiz turishi. Boshlanamiz etibetda kraskasi bor, almashgan detali yo'q. Boshlanamiz 4 ta bolaning holati ham mana shu holatda. Boshlanamizga yangi 213 motor ustolovka qilib qo'ygan, hali apkatdan chiqmagan. Xudo xolasa boshlanamizdan umuman kamchiligi yo'q. Egalar nomerlarini qoldiraman. Jiguli boshqasi qidirgan do'stlarga shu videoni yuborib qo'yinglar. Boshdan ko'rinishini ko'ryapsizlar. Mana shu holatdagi mashinamiz boshqa hozir bo'lib turibdi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, egasi nomerini qoldiraman. Hozir narxini ham aytib o'tib ketaman. Mashinamizni original magnitofon qo'yib qo'yilgan. Original kolonkalargacha. Salonni hozir uncha ko'ringani yo'q. Hozir motorlarning ichini ham bir qator to'sib o'tib ketaman. 0.7 oyna, 0.7 bakoylarni qo'yib cho'tki qilib, mashinamizni ustiga qo'yib qo'yilgan. Mashinamizga 213 yangi motor bosilgan. Bombasi yo'q, benzinda gazda harakatlanadi, temir balon. Egalarning o'zlarida kelasizlar, dokumentda umuman bombasi yo'q. Xohlaydi general, xohlaydi prosta, xohlaydi oformlaydi. Mashinamiz narxi sizlar maza qilib minishingiz uchun $1599 ga baholadik. Oxirgi narxi egalar bilan telefon qilib, ko'rib, boshlanib ko'rib kelishib olasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, podpiska bosib davom etinglar.